qila olgan. Kecha biz bilan so'rashibdi. Oxirgi sotgan asosiylar kattaligi qanday, keyin qanaqa joyga qo'ysa bo'ladi deb so'rashibdi. O'shanga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Xo'p, bu nasosimiz Shimji brendidan bo'ladi. Qiya 600 deb aytiladi. 15 kilovat bo'ladi. Soatiga 15 kilovat rasxoti bor. Xo'p, suv tagiga tashaladi. Mana bu yoqqacha bo'lgan chuqurlikda tashab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, suvni tashalayotganda bu tarafida ikkita ilgay bor. Tros bo'ylab bemalol tashab qo'ysanglar ko'taradi. Suv tagida bo'lsa, mana bu yerdagi motorlari bor, krichatkalari bor, qizib ketib qolmaydi. Suv o'zini o'zi sovutadi. Balandlikka 6,5 metr balandligiga chiqarib beradi. Minutiga 15333 litr, soatiga 900 ming kuba suv beradi. Kattalik hisobiga. Hozir 350 og'iz bo'ladi. Xo'p. 15 kilovat tok bo'lgani uchun 3 fazada ishlaydi. Mana bunaqa ziboriy